Nimaga O'zbekistondagi ingliz tilini o'rganayotgan studentlar xoh ikkiga bo'linib qolishgan? Faqat 0 yaxshi, 0 kerak deb o'qiydiganlar bor yoki IELTS'ni fanatlari bor. Gossiplardan kelib chiqadigan bo'lsak, 1.5. Demak, IELTS 8 bilan 0 Simon bitta narsa emasda, to'g'rimi? Yo'q, aytmayman, kamera. Nimaga aytmaysiz? Ochiqchasiga. Xonada- Vaziyat qanaqa bo'ladi sakrda? Xonada 100 kishi, 150 kishi. Yo'q, xonam o'zi u. Universitetda arендаga olishadi. Mana shunaqa partalar qo'yadi. Kerizajin o'tiradi. Men yozganim unda qilsangiz ham ko'ra olasiz lekin. Mana tan oling, mana shu seferchilar tan olinglar. Tan olinglar, bir nimaga bir mujik bo'linglar. IELTS'ni nonini yeyish oson emas. IELTS eplagan kun ko'radi IELTSda. 2025-yili sentyabrigacha biz essay yozardik. Oktyabr, noyabr, dekabrda. Keyin zerikdinglarmi? Keyin nima bo'ldi? Har yili javoblar tarqalib ketishi va sotib olingan sertifikatlar haqida mish-mishlar yuradi. Hozir sefer bilan shunday qallobliklar qilish mumkinmi? Aytamizmi? Endi mafiozniy temalarni gaplashamiz. Ertaga menga kelgan telefon tushmasi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni navbatdagi Results School podkastimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun biz butun O'zbekistondagi ota-onalarni va o'quvchilarni qiynaydigan savol: IELTS topshirish kerakmi yoki TOEFL topshirish kerakmi? Shu narsani to'liq ko'rib chiqamiz. Va men ismim Firdavs. Men 8 yildan beri IELTS instruktorlik qilib kelaman va umumiy IELTS balim Ultimate 8.5 va CELTA sertifikatiga ham egaman. Va bugun men bilan bu mavzuni to'liq yoritishda yordam beradigan, yaqindan yordam beradigan yana bir o'qituvchi Miss Durdona bo'ladilar. Va o'zlarini tanishtirib beradilar. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Mr. Dona. 6 yildan beri General English va TOEFLdan dars berib kelaman. Oxirgi 3 yilda esa Results Schoolda faoliyat ko'rsataman. TOEFL skorim 69 ballni tashkil etadi. Bu degani C1, IELTSdan ham C1 skorga egaman. Bugun birgalikda Mr. Firdavs bilan IELTS va TOEFL haqida kichik discussion olib o'tmoqchimiz. Bo'lmasa endi savollarga o'tamiz. Bizda juda ko'p va chuqur bu mavzuni yoritishga yordam beradigan savollar to'plamimiz bor. Birinchi asosiy savolim: nimaga O'zbekistondagi ingliz tilini o'rganayotgan studentlar xoh ikkiga bo'linib qolishgan? Faqat 0 yaxshi, 0 kerak deb o'qiydiganlar bor yoki IELTSni fanatlari bor. Imенно bu nima uchun o'zi sodir bo'lyapti? Mr. Dona, nima deb o'ylaysiz? Asosiy sabab meni fikrimcha, o'zi TOEFL bilan IELTS topshiradigan o'quvchilar abituriyentlar universitetga o'qishga kirishadi. Shuning uchun aynan O'zbekistonda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar TOEFL tanlab, narxi ham yaxshi bo'lganiga TOEFL tayyorlanib o'qishyapti, lekin maqsadi chet elda o'qish bo'lgan o'quvchilar ko'proq asosan IELTS tanlashadi. Bundan tashqari IELTS olsa, mana bu o'zimizdagi chet universitetlari Westminster, Singapurskiy, Websterlarga ham IELTS sertifikati o'tadi, lekin TOEFL o'tmaydi. Shuni hisobiga ham o'quvchilar menimcha qoq ikkiga bo'linib qolgan. Bu mening fikrim. Siz nima deb o'ylaysiz? Menimcha ham xuddi shunaqa, to'liq qo'shilaman fikringizga. Menimcha bu to'liq maqsadga bog'liq. Agar xalqaro darajaga chiqmoqchi bo'lgan studentlar bo'lsa, asosan IELTSga va lokalniy ishlarini mahalliy ravishda bitirmoqchi bo'lganlar menimcha TOEFL tanlashadi o'zi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Bu ko'proq o'qituvchi nuqtai nazaridan kelib chiqilganda o'ylanadigan savol. 10-sinf student sizga kelsa va u student sizga aytsa, "Men faqatgina mahalliy institutga kirmoqchiman yoki mahalliy magistraturada o'qimoqchiman" desa, siz o'sha paytda birinchi bo'lib qaysi imtihonga tayyorlanishni maslahat berasiz? O'zi studentlar qaysi biriga tayyorlanish kerak shunaqa paytda? Agar rostdan ham mahalliy universitetga kirmoqchi bo'lsa, albatta TOEFL tanlash kerak. Hamma jihatdan TOEFL o'quvchiga udobniyroq, ya'ni mos keladi. Tim bo'lib agar mahalliy universitetga topshirmoqchi bo'lganda. Men 100% qo'shilaman bu fikrga. TOEFL bosish kerak. Nima qilasiz bosh og'ritib. Va navbatdagi savolimiz, ko'pchilik aytadi, TOEFL faqat O'zbekistonga kerak. O'zbekistondan tashqarida u keraksiz qog'oz. To'g'ri, o'zbek institutlarida sizni ingliz tili imtihon blogidan ozod qila oladi, 100% yopib beradi, lekin boshqa paytlarda kerak emas deyshadi. Endi TOEFL mutaxassis sifatida siz qanchalik buni to'g'ri deb o'ylaysiz? Boshlama. Chunki TOEFL nimaga o'quvchilar olishadi? O'sha oliy ta'limga kirishga yoki oliy ta'limdan keyingi mutaxassislik uchun, ya'ni magistratura uchun olishadi. Lekin ularning maqsadi, misol, qaysidir chet davlatda o'qish bo'ladigan bo'lsa, ularning qo'lidagi TOEFL sertifikati mahalliy bo'lganning hisobiga chetga o'tmaydi. Shuning uchun ham agar maqsadinglar boya yuqorida ta'kidlaganimizcha faqat o'zimizni ichki universitetlarda bakalavr, magistratura, doktorantura, bundan tashqari shu yerda ishlash, juda ham ko'p ishlagan ham simbolik foyda, hali keyinroq yana gaplashamiz buni afzalliklari haqida. Bu yoqda bu juda ham qadrli qog'oz, lekin agar chetda bo'ladigan bo'lsa,
salgina qadri tushadi deb o'ylayman. salgina umuman kerak emas. Sizni fikringizga to'liq qo'shilaman. Rostdan ham menimcha sifir faqat o'z-o'ziga kerak, o'z-o'zidan tashqarida kerak emas. Endi ko'pchiligiga qiziqroq masalalarga o'tamiz. Bu pul haqida bo'ladi. IELTS imtihoni va sifir imtihonining xarajatlari, u moliyaviy taraflama qanchalik qulayligi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik aytadigan bitta gap bor. IELTS qimmat, $200 dan oshiqroq turadi. 2.600.000 qancha? Adashmasam, milliy sertifikat sifir 526 ming. 526 ming so'm turadi. Endi savol, bu narxini farq qilishida qanaqadir mantiqqa to'g'ri keladigan sabab bormi? Ya'ni, misol uchun bilimlaringizni tekshirib berish qimmatroq imtihonda yaxshiroq tekshirib beradi, arzonrog'ida unchalik yaxshi emasmi yoki IELTS prosta brend bo'lgani uchun qimmatroqmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu kim tekshirishiga bog'liq deb o'ylayman. IELTS chunki biz tekshirish uchun chetga yuboramiz, to'g'rimi? Va ularni professorlar o'tirib tekshirib javobimizni yuboradi va juda ham tez orada, ya'ni agar CG topshirganimizda 2 kundan 5 kun orasida adashmasam javobimiz chiqyapti hozir. Narxlarga keladigan asosiy sababimiz shundaki, bizdagi sifir skorlarning hammasi tekshirilganda o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan tekshiriladi. O'zimizda O'zbekistonning ichida tekshiriladi. Lekin IELTS ga keladigan bo'lsak, IELTSdagi bizning materiallarimiz, ya'ni yozgan narsalarimiz hammasi chetga yuboriladi va chetdagi professional o'sha professorlar tomonidan bizning writinglarimiz, reading, listening, speaking hamma seksionlarimiz tekshiriladi. Bu birinchi asosiy sababi. Ikkinchi sababi nimaga IELTS qimmat deb o'ylayman, chunki IELTS javobi juda ham tez chiqadi. 2 kundan 5 kungacha. Lekin sifir javobini kutishingiz uchun siz kamida demaylik, o'rtacha 1 oy vaqt kutishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, shunaqa 1 oy kutiladi. Kutasiz. Imtihonni IELTSda siz har kuni, CG har kuni topshirsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Ha. CGni har kuni topshirasiz. Biza sifirni 1 oyda topshirishimizni 2 marta. Shanba, yakshanba, 1 oyda bitta shanba, bitta yakshanba topshiramiz. O'tani joy to'lib qolish degan narsa ham bormi? Yo'q. Joy beraveradi. VIPmi? Joy VIP. Lekin 1 oydagi shanba va yakshanba. May oyimizda, mana hozir topshirgan may oyimizda biza 3 ta slotga bo'lindi. Ya'ni 16, 17, 25, 26, 30, 31 3 talik bo'ldi. Lekin yozda ham sifir topshirilmaydi. Dam oladi. Shunaqa. Ya'ni kam imtihon topshirganimizni hisobiga va o'zimizdagi mutaxassislar tekshirishini hisobiga va o'zimizdagi joylar nima desam ekan, rent qilinishini hisobiga ham narxlarimiz arzon. Xo'p, sizning fikringiz qanaqa bo'yicha? Narx bo'yicha? Men endi siz aytgan ko'p narsani bilmasdim. Lekin men bular ham narxga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan narsa deb o'ylayman. Men ko'proq sizlarni chetga ketib tekshiriladi degan fikringizga ko'proq qo'shilaman. Endi balkim narx o'zgarishiga boshqa faktorlar ham bordir. Lekin asosan men o'ylayman IELTS qimmatroq, chunki endi ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, IELTS yaxshiroq tekshiradi bilimingizni. Misol uchun IELTSda olingan rezultatga ishonish osonroqda, sifirda chiqqandan ko'ra. Chunki men juda ko'p hikoyalar eshitaman, bilimi yaxshiligi past qo'yib qo'yiladigan yoki bilimi pastligi baland qo'yib qo'yilishi mumkin bo'lgan holatlarni juda ham ko'p eshitganman. Bu narsani endi biz inconsistencies and checking deymiz. Checking anaqa emas, stabilniy bir xil berilmaydi. Endi IELTSda ham bor bunaqa gaplar, lekin ko'pincha past ball olib qo'yadigan bolalar o'zini oqlash uchun aytadi. Lekin baribir tegiga qarasangiz, IELTS ancha ishonchliroq baho beradi. Shu uchun siz menimcha brendga to'lamaysiz, siz ishonchga to'laysiz. Ishonchli rezultat uchun to'laysiz va boya aytganimizdek, xalqaro sertifikat uchun to'laysiz. Endi uni xalqaroligini ham sababi uni ishonchliligida-da. Misol uchun O'zbekiston xohlaganida sifirni ham xalqaro qilgan bo'lardi menimcha. Endi qo'pol qilib aytganda, aqli yetganida qilardi. Biz o'zbeklar qiladigan checking sistemamizni xalqaro standartga javob bera oladi. Butun dunyoda boshqa globalniy ekzamlar bilan talashib qo'ya oladi. Gan darajada bo'lganda edi, chiqardi. Menimcha bu yerda sifirja unaqa sifatli darajada tekshirib bermasligi uchun ham u faqatgina mahalliy ishlaydigan sertifikat bo'lsa kerak. Endi shunaqa-da. Keyingi savolimiz bu ko'proq ota-onalardan so'raladigan savol. Agar bola IELTS topshirsa yoki sifir topshirsa, lekin kerakli balli yig'olmagan bo'lsa, u bolani kamroq asabi ketadigan va ota-onani kamroq puli ketadigan, qisqa qilib aytganda, ota-onalar bolasini qaysi imtihonga yo'naltirishi kerak deb o'ylaysiz? Nima deysiz? Ikkita sababdan sifir degan bo'lardim. Birinchi sababi, agar sen misol uchun sifir topshirib yoki IELTS topshirib fail bo'lgan bo'lsang, demak, seni bilim darajang yetarlicha emas. Kimdir sifir topshirib fail bo'ldi. Misol aytaylik, u IELTS topshirsa, u ancha qiyin-da. IELTS
u fail bo'lish 2 baravar ko'p bo'lib ketadi shansi. Shuning uchun yana ozgincha o'zini ustida ishlab, 2-3 ball ko'proq to'plab, o'sha seferni yana bir marta boshqatdan topshirgani yaxshi deyman. Chunki osonroq, arzonroq va ozgincha vaqt yana tayyorlanib, o'sish imkoniyati kattaroq. Chem IELTS topshirib ko'rib, yana ham qiyin ekzamenni topshirgandan ko'ra. Da. Yeah. Ota-onalarning cho'ntagiga ham zo'r. Yes. Babu bolangiz O'zbekiston institutiga kirsa, nima qilasiz? Qo'ni-qo'shnidan oldida obro' olaman deb sertifikatingizni IELTS qildirtirib, ishni bitiradiganini qilish kerak. Yeah. Chunki ko'p studentlar o'zi O'zbekiston institutiga topshirishini biladi. Lekin kelib IELTS o'qiyman deydi. Endi IELTS instruktor sifatida bu gap aytishim unchalik to'g'ri emas-u, lekin nima qiladi boshini og'ritib. Ishni bitirgan yaxshi. Maqsad institutga kirish bo'lsa, institutga sefer bilan ham o'sha bola kiryapti, IELTS bilan ham kiryapti. To'g'ri. Babi kirish muhim bo'lyapti-yu. IELTSni menimcha institutga kirgandan keyin olgan yaxshi. Shunaqa. Ishlash uchunmi, qanaqadir work and travel qilib, chet elda qanaqadir exchange bo'ladi, almashib o'qiydigan programmalar uchun keyin qilsa ham bo'ladi. Institutga kirgungacha ham har bir kun, har bir soat. Shuning uchun seferni tez bosib qo'yib, yo'q keyin sandiqqa boshqa sertifikatlarni ham bosish kerak. Hozir anaqalar ham chiqqan, ona tili matematika sertifikatlari ham bor. Ha. Seferni matematika versiyalari ham bor ish qilib, o'shalarni qator qilish kerak. To'g'ri. Men yaqinda eshitdim, bitta 2-sinf bola, 2-sinf paytim men 2-sinf bo'lganman-da. U bolani 5 ta sertifikati bor ekan. 5 ta? Da. Yo'q, 5 ta emas. 4 tami? 2-sinf bola 0 oldi degan novost chiqdi. Yo'q, boshqa sertifikatlari ham bor ekan. 2-sinfda 5 ta sertifikati bor ekan. Ha. No way. Endi biz ko'proq imtihonni o'zi haqida gaplashamiz, imtihon formati haqida va meni birinchi savolim, imtihonda qaysi birida ko'proq life hacklar ishlatsa bo'ladi, qaysi birida ko'proq shablonlarga asoslanib ishlasa yaxshiroq ball olsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Men o'zi shablon degan narsani qo'llab-quvvatlamayman umuman. Ayniqsa Telegram kanallarda, seferga related Telegram kanallarda shablon degan narsalar juda ham ko'p va bu narsani o'quvchini jalb qilish uchun juda ham ishlatishadi. Shablondan hamma ham to'g'ri foydalana olmaydi. 80% o'quvchi shablonni to'g'ri ishlata olmaydi. Chunki bilimi yetmaydi o'tdagi berilgan narsani to'g'ri qo'llashga. Shuning uchun shablon emas, o'zidan kelib chiqib yozganida kattaroq ball olish shansi ko'proq bo'ladi deb hisoblayman. IELTSda bu narsa qanaqa? IELTSda ham bir xil. Men buni qisqacha ayta olamanki, har doim yodlangan materialdan ko'ra improvizatsiya qilingan materialda yaxshiroq ball oladi. Chunki improvizatsiya tabiiy tilni qo'lingizdan nima kelishini, nima bilishingizni ko'rsatadi. Shablonlar esa Miss Durdona aytganlaridek, yo to'g'ri keladi yoki yo'q. Sizni yutish shansiz, yutqizish shansiz bilan pashti teng, даже yutqizish shansiz balandroq ham bo'lsa kerak. Shuning uchun boricha improvizatsiya qilgan yaxshi. Bizda misol uchun writing kriteriyalarning orasida shunaqa punkt borki, agar sizni imtihon tekshirayotgan ekzaminer shablon ishlatganingizni sezib qolsa, sizda avtomatik ravishda 0 qo'yadi. 0 сразу. IELTSda ham bor bu narsa, no IELTSda bir 4 qo'yadi. To'g'ri. 3,5 4 qo'yib bersa kerak. Keyingi savol, o'quvchini bilamiz, har xil grammatik darajalarda kelishadi. Kimdir grammatikasi yaxshi, kimdirda yomon. Вот именно grammatikasi yomonroq student qaysi imtihonni topshirgani yaxshi? Grammatikasi yomon o'quvchi grammatikasini birinchi ustida ishlagani yaxshi. Undan keyin osonroq bo'lgani uchun menimcha baribir ham 0. O'tdagi grammatikalar elementary level grammatikasini bilsa ham, writing task 1.1 ni yozib chiqib ham o'lay desa 20-25 ball beradi. Lekin IELTSda sizda juda ham yaxshi grammatik bo'lishi kerak. Siz aytganingizdek, men o'ylayman, xuddi shunaqa IELTSda kuchliroq grammatika kerak. Chunki IELTSda ko'pchilik e'tibor bermaydi. Grammatika faqat writing kerak emas IELTSda. Listeningni tushunishga ham, writingni o'qib tarjima qilishga ham, speakingda gap tuzishga ham hamma yo'lga grammatika kuchli bo'lgani kerak. Ko'pchilik shu narsani unchalik chuqur hisobga olmasdan kelishadi va IELTSda qiynalib keyin seferga o'tib ketishadi. Shuning uchun boshidan sefer o'qib qo'yavergan yaxshi. IELTS grammatikasi kuchli bo'lmasa. Chunki bolalar orada vaqtini yo'qotgani, pulini yo'qotgani qolyapti-da. Bolalar kelyapti, 1 oy, 1,5 oy, даже 2 oylab harakat qilib chiranyapti, keyin yana borib sefer o'qiydi. Qarabsizki, 2 oylik sefer kurs, lekin 2 oy IELTS ham o'qiganning hisobiga o'pshi 4 oy vaqt baribir ketdi-da. Shuning uchun uvol, ni za что. Levelga uverin bo'lganlar IELTS topshirish kerak, to'g'rimi? Keyingi savolim, IELTS taskni yozgan paytingizda juda ham strictly tuzib chiqilgan jiddiy formulaga, talablarga, kriteriyaga mos keladigan esa yozishingiz kerak, yaxshi ball olish uchun. Seferda ham xuddi shunaqa qattiq rejimda tekshiriladimi esa yoki o'tda erkinroq yozsa bo'ladimi? Sefer ham o'ziga yarasha kriteriyalar bor tekshirishda va biz asosan e'tibor beramiz punktuatsiyaga, grammatikaga,
savollarga to'liq javob berilishiga, ishlatiladigan so'zlarga va bog'lovchilarni to'g'ri ishlatishga. Asosan shu narsalarga e'tibor beramiz va lekin yozish uslubiga keladigan bo'lsak, bizda sal erkinroq semi formal formatda essay yozmaymiz, biz artikl yozamiz. Artikl yozamiz. Men eshitmagandim shuni. Essay deyishadi lekin. Oldin mana qarang. 2025-yili sentyabrigacha biz essay yozardik. Oktyabr, noyabr, dekabr. Keyin zerikdinglarmi? Keyin nima bo'ldi? Endi hozir artikl yozamiz. Chunki o'quvchilar juda ham qiynaldi. Juda qiynaldi. Essaygami? Juda ham qiynaldi o'quvchilar. Hozir letter yozamiz, artikl yozamiz, ancha ishlar, ballar baland. IELTSni nonini yeyish oson emas. IELTS eplagan kun ko'radi IELTSda. Keyingi savol qarang. IELTS reading qiyin. Juda. Headinglari qiyin, true false'lari qiyin. Seferda ham reading shunaqa qiyinmi? Yo'q. Osonroq? Juda ham oson. Men uchun juda ham oson, lekin oddiy intervyu mayli, xo'p qo'y. Qaysidir bitta yaxshi o'qiydigan intermediate o'quvchini olib kelsangiz ham, bersangiz, chiroyli qilib ishlab beradi, yaxshi topadi. Oson. Part 5 qiyin bo'lishi mumkin, part 4 qiyin bo'lishi mumkin, lekin qolganlari juda oson. Juda ham oson. Xo'p, undan tashqari Seferda ham readingnikiga o'xshaydigan trick questionlar ko'pmi? Masalan, bizda true false givenlar bor. Ana jinni bo'lib qoladi, fikrlash yo'llarini bolalar tushunayotgan paytida. Seferda ham bormi shu? Seferda agar omadingiz kelsa, imtihonda даже bir xil savollaringizda javoblar paraphrase ham qilinmaydi. Primoy berib ketdi. Voy, multfilm ekan u Sefer. Вообще endi. Multigo. Paraphrase ham qilinmaydi, shundoq qiladi. Qaysidir tekst o'sha kalit so'z topasiz, yonidagi javobini topsangiz, so'zma-so'z javobini qo'yib qo'yadi. Yo'q. Yes. Yaqinda biz bir hafta oldin reading poolni ishlab chiqargan video oldik YouTube'ga. O'sha yerda ishlaganman. Tomosha qilsanglar, misol uchun ko'rsanglar bo'ladi. Oson. Part 1, part 2, part 3, part 4 oson, lekin part 5 lekin IELTSdagi qiyin. Lekin shungacha 4 ta partiyalar oson. Mana shu gapni aytayotganlarga bitta narsa esimga tushib ketdi-da. Bir nechidir yil oldin bitta student kelganda IELTS nechi desam 8 degan. U sertifikatingizni ko'rsatingchi desam, Sefer C1 sertifikat ko'rsatgan. Keyin mana bu IELTS emas-ku bu desam, ikkalasi bir xil baribir deydi. Tushunasizmi? Mana C1 Sefer bilan bir xil narsa-yu deydi. Bular aytayotdilar, siz aytayotgandan keyin men mana shu multfilm deb o'ylayapman. Demak, IELTS 8 bilan Sefer C1 bitta narsa emas-da, to'g'rimi? Aslida bitta. Bunda olib qaraganingizda. Bitta narsa emas-ku, to'g'rimi? Ayting, ha deng. Bitta narsa emas-ku. Mana tan oling, mana Seferchilar tan olinglar. Tan olinglar, bir nimaga bir mujik bo'linglar. Yo, nimaga unaqa tema qilishadi? Bitta narsa emas-ku. IELTS 6.5 emas-ku, bitta olganlar. Lekin Mr. Firdaus 8 emas-ku, C1 olganlar. Mr. Firdaus Bitta narsa emas, bu ikkisi teng bo'lurmi? shuni qo'yaman. Seferda, yo mana IELTSdan writingga 8 olgan instruktorlar ancha yildan beri dars berayotgan. Overall 8.5, writingga 8 bo'lgan ustozlar Sefer topshirib B2 olyapti. U boshqa masala. Nimaga? U boshqa masala u. Siz o'zingiz mana qarang, mana shu narsani men tushunmayman. Seferchilarda bitta narsani tushunmayman. Sefer gapirib bering desa, oson deydi. Oson deydi. De shunaqangi oson deb tasvirlab beradi-da, keyin siz sekin IELTS bilan solishtirish boshlaysiz-ku, keyin baba IELTS 8 de, Sefer C1 unga yetmaydi desa, keyin talashishni boshlaydi. Yo, lekin C1 ham 8 deydi. Ikkalasi bir xil deydi. Reading, listening oson gap yo'q, bu haqiqat. Speaking men bir xil deb o'ylayman IELTS bilan Seferni, chunki IELTSda part 3 bor sizlarda. Bizdagi part 3 ham juda ham qiyin, bilganlar biladi. Lekin men writingga keladigan bo'lsak, strukturasi o'zi oson. Letter yozish oson, artikel yozish oson, lekin uni tekshirayotganda siz yuqori ball olish imkoniyatingiz juda ham kam. Juda ham kam. C1 writingdan olgan ustozlarni anaqasi kolичествоsi miqdori kam. Endi testni tuzuv tekshirmasada odamlar pas olsa, lekin baribir shunda sertifikat urovini balandmi? IELTS bilan bir xilmi lekin? Bo'lmaydi. IELTS bizadi. Ayting, tan oling, ayting, IELTS bizadi deng. Kriteriyani bilgan odamga yoza oladi, hammasi oson. Kriteriyani bilmasdan, lekin IELTSdan zo'r kriteriyani bilasan, lekin bizdagi kriteriya umuman boshqacha. Bizdagi kriteriya boshqacha. Bu yoqdan yaxshi yozib, bu yoqqa topshirib ko'rganingda kriteriyani o'rganmasdan qilsang, по-любому ming zo'r ustoz bo'lsang ham, ming zo'r knowledge ega bo'lgan odam bo'lsang ham, buni kriteriyasini o'rganmasdan topshirsang, baland ball olamiz. Demak, xulosa mana bunaqa ekan. Men tushundim buni. Paradoks bor ekan bu yerda.
Sefer oson ekan, IELTS qiyin ekanda, lekin Seferdan oladigan sertifikatingiz bilan IELTSdan oladigan sertifikatingiz teng ekan. Bir xil ekan. Urovini ham hammasi bir xil ekan, lekin bu oson, bu qiyin ekan. Lekin bir xil ekan. Yomon ekan. Yo'q, B2 bilan IELTS B2 bilan Sefer B2sini solishtirsangiz, IELTSdagi B2 olgan o'quvchi kuchli, ancha kuchli. 6,5 oladi, to'g'rimi? Bu yoqdagi o'quvchi 6,5 lik knowledge bo'lmaydi, lekin C1 bilan C1ni anaqasi tengligi bir xil. Chunki Seferdan C1 olish uncha emas. Seriozno aytaman, Mr. Flas. Seferdan C1 olish uncha emas. B2ni ola olasizlar. IELTSdan lekin 6,5 olish bu ham mashaqqatli narsa. Har qatdan mashaqqatli. Nima deymiz? Nima ham deymiz? Keyingi chotki savol. IELTSdagi part 2, part 3 savollari juda ham xilma-xil bo'ladi. Tushingizga kirmagan savollar tushib qoladi. IELTS Speaking Assistant appda boru deyshadi, lekin men shu yili 6 marta IELTS topshirdim. Birortasida Speaking Assistant appda bor savol tushgani yo'q. Yo'q-a? Da, o'tdan tushmadi. O'tdan tushmadi? Men qidirdim o'shani. O'tda yo'q. O'zidan beri part 3 da to'liq improvizatsiya qilib tashlaydi ekzamenerlar. Part 2 topiklarni ham ba'zida part 1 Speaking appdan tushadi. Почти har safar tushadi. Lekin part 2, part 3lar уже ketadi, o'tlab. Seferda ham shunaqangi ko'z ko'rib, quloq eshitmagan mavzular bo'ladimi yo u traditsionalliroqmi? Endi o'zbeklarning sertifikati-ku baribir. O'zbekona-yu, balkim savollari ham o'zbekonadir. Part 1 bizda juda ham oson. IELTS part 1 bilan bir xil. Lekin uroving bir xil. General topiklar. Lekin mana IELTSda shoes haqida, fishing haqida g'alati savollar bor. Ko'p bizda unaqa emas. Oddiy general. Yaxshi ko'rgan ovqating, hayvoning, ob-havo qanaqa, oilang haqida aytib ber, ustozing haqida aytib ber. Juda ham simple. Part 2 the same, describe qilasizlar. Lekin IELTS part 2da g'alati narsalarni o'z aytasiz-ku, describe qilish so'raladi-da, bizda unaqa narsa so'ralmaydi. Logichki yaxshi javob beradigan narsalar. Tam xursand bo'lgan hayotingdagi voqea, hard decision, misol hayotingdagi yoki bo'lmasam ovqat haqida gapirib ber. Qanaqadir inson haqida gapirib ber. Mantiqqa to'g'ri keladigan yaxshi savollar. Part 3 bizda umuman boshqa narsa. Umuman boshqa dunyo. Essayimiz bor, advantages and disadvantages. Xuddi shuni speaking formatda bizga gapirib berishimiz kerak bo'ladi. Bitta savol beriladi. Misol uchun playing video games. Sizga savol beriladi. Playing video games degan asosiy savol 3 ta positive side, 3 ta negative side turadi. Tayyor ideyalar beriladi. Sizni vazifangiz 2 daqiqa mobaynida 3 ta pozitiv va 3 ta negativ narsalarni, ideyalarni ko'rgan holda shu ideyalardan foydalanib 2 daqiqa gapirish. Writingga siz ideyasini ham beradimi o'zi? Ideyasini beradi tayyor. Yozilgan bo'ladi. Hammasi yozilgan bo'ladi. Gapirsangiz bo'ldi. Gapirsangiz bo'ldi. Part 1 ham oson. Part 2 ham logical savollar, lekin urovini bir xil. IELTS speaking, Sefer speaking darajasi bir xil. Part 1 osonroq, part 2 logicalroq, part 3 ning ideyalari ham bor, lekin urovini bir xil. Yo, siz bitta o'shani gapirib ko'ring. O'zingiz uchun prosta harakat qilib ko'ring. G'alati. G'alati. Chochaman. Oson ko'rinadi. Siz g'alati demaysiz, hozir logical dedingiz savolga. Yo, logical, lekin part 3 shunday olib, birinchi marta ko'rayotgan odam gapirishda makillab dovdirab qoladi. Nimaga birinchi marta ko'radi u? Tayyorlanib topshiradi. Siz hali bilmayman. Sefersiz bilmaysiz-ku? Yoki qaysidir o'quvchi Sefer hali topshirmagan. Endi birinchi marta hayotida part 3 questionni ko'ryapti. Undan oldin practice payti ko'rmaydimi? O'sha practice qilgan paytida. Birinchi marta practice qilib, nima ekan, qani ustoz o'rgatdi, gapirib ko'radi-ku birinchi marta part 3ni. Konkret nima kelaydi? Lekin IELTSda part 3ga birinchi marta gapirganda studentlar bulbuldek sayraydi. Hammasida ham shunaqa-yu, birinchisi qiynaladi-yu. Bo'lmabdi bu Sefer. Bu Sefer sistemasi qiziq ekan bu. Biz u dunyosi boshqacha ekan-a. Xuddi boshqacha yashalar ekan. Xo'p, zo'r qiziq ekan. Shu ishni bitiryapti-yu shu, to'g'ri? Qiziq. Keyingi savolga o'tamiz. Endi tayyorgarlik haqida gaplashamiz. Qarang. Sefer B2 olishgacha va IELTS 5,5 olishgacha pre-intermediate darajadagi student qancha vaqt sarflash kerak? Mana IELTS aytaman. IELTS 5,5 olishgacha pre-intermediate student 6-7 oy sarflash kerak. B2 uchun. Endi IELTS 5,5 olish uchun pre-intermediate bola 6 oy deylik. 6 oy o'rtacha sarflaydi. Sefer B2 uchunchi? Haqiqiy pre-intermediate bo'lgan, level pre-intermediate tugatgan o'quvchi, o'zimniki esimda aytaman, mana pre-intermediate o'quvchilarim, ya'ni o'zimda o'qib, o'zimda pre-intermediate tugatgan o'quvchilarim pre-intermediate zo'r o'qib tugatib 2 oyda Sefer B2 oldi. Qarash, unda IELTS 5 oyda oladi. 4,5 oyda oladi.
yoki 5 oyda oladi. Yeah. Shu 5-6 oydada 5-6 oy. IELTS 5 ham. Chunki IELTS o'zini biz 4 oy tushuntiramiz, Ha, nimaligini. ham Keyin pre-intermediate-ligini hisobiga 2 oy yana ba'zi berishimizni hisobga olsak, yoki 1 oy yoki 2 oy. Shu bilan 5-6 oy bo'ladi. Har yili javoblar tarqalib ketishi va sotib olingan sertifikatlar haqida mish-mishlar yuradi. Hozir Sefer bilan shunday qallobliklar qilish mumkinmi? Aytamizmi? Endi mafiozni temalarni gaplashamiz. Seferni sotib olsa bo'larmish. Javoblari tarqatillarmish degan mish-mishlar qulog'imizga chalindi. Yo'q, aytmayman, uni kameraga. Nimaga aytmaysiz? Ayting ochiqchasiga. Davayt. Ertaga- Sotib olsa bo'ladimi IELTS? Anaqani Seferni sotib olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Necha pul, kim sotadi uni? Qayerdan olish kerak? Qayerga borish kerak? Ertaga menga kelgan telefon tushmasin. Hech nima bo'lmaydi. Ayting. O'zi mana Sefer o'quvchilar, Sefer ichida anchadan beri yurgan odamlar shundoq ham biladi. Mana men bilmayman masalan. Siz chunki Sefer ichida yurgan odam emassiz-da. Bu ko'rayotganlarda ham ichida yurmaganlar bor. Ayting. Qo'rqmang. No, I'm afraid. Ya o'zi bo'ladi lekin. Bo'ladi. Olganlar bo'ladi. Ostatani manipulyatsiya qilib so'rab beraman sizlarga. No, iloji bor-ku, to'g'rimi? Ha, ilojini topsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Xalq Pul bo'lsa nimani iloji yo'q, to'g'rimi? Yes, yes. IELTS iloji yo'q, pul bo'lsa ham. Sefer iloji bor. Necha Nimaga? pulga olinadi? Pulini aytishim kerakmi? necha Lekin ertaga menga yozishadi, siz sotib olasiz. Xo'p, davay mana. Agar IELTSni, Seferni sotib olish imkoni bo'lganda, u necha pulga sotilgan bo'lardi? Men shu paytgacha eshitgan, nima desam ekan, gossiplardan kelib chiqadigan bo'lsak, 1,5 1,5 mingga. Ming, 1,5 ming $1,5 dollarga sotib olsanglar bo'lar ekan. Yo'q, unaqa deb aytmaysiz. Men shunaqa, yo'q, qaranglar-da. Ko'zim bilan men ko'rmaganman sotib olganini yoki ko'zim bilan ko'rmaganman mana pul berib olganini, lekin eshitganman, ha, qolganlar ham eshitgan, ha, va men sotib oldim yoki meni mana shu tanishim sotib oldi deganlarni o'zim oldimga kelib aytganlar bor. IELTSda faqat karantin paytida IELTS indikator degan narsa chiquvdi. Uydan topshirilardi o'sha payt IELTS. O'shanda uyida yonida o'rtog'i bilan bir nimalar qilib cheating bo'lardi, lekin undan boshqa cheating qilishi haqqi iloji yo'q. Lekin, voy, kanal notasidan chiqib qoldi. Bitta bola chiqib ketdi. Skill swap. Yes. Skill swapda U nima qilgan? Qanday? любой narsa bor-da. Yo'q, u qanday qilgan? Boshqa davlatdan olganda IELTSniki nima? Unda javobini topgan edi-ku, tashlab berardi-ku. Uni bilmadim men. Demak, bu ham qaysidir ma'noda iloji bor narsa-da, to'g'rimi? At least listening and reading-da. IELTSdami? Yes. Yo'q, CDga o'tgandan keyin iloji yo'q. Yo'q, CD-dan oldin aytolman. Oldin ilojini topib kimdirlar qanaqadir qilib. Yes. No, hozirlar yo'q. IELTSda ham bo'pti, Seferda ham bo'pti. IELTSda bo'lgan. Bu, okey, bo'lgan. Lekin Keyin uni hal qilishgan. Lekin bo'lgan. IELTS bilan Seferda apellyatsiya berish jarayonini effektivligi qanchalik yaxshi? Seferda o'zi apellyatsiya bormi? Oxirgi marta shu narsa haqida video qilganimdan keyin menga dichkamga o'sha yerda apellyatsiyada ishlaydigan odamlarni o'zi yozib, ugrashayt qildimi? Chiroyli muomalada. Menga qanaqa video chiqasiz, nimalar deyapsiz? Xullas, rasm shuncha tekst yozishgan. O'sha yerda ishlaydigan apellyatsiyada tekshiradigan odam. Ochinchi tekstlarni? Ko'rsating? Da, hozir roast qilamiz, davayt. Da qani ko'raylik-chi. Men o'sha yerda ishlayman degan joy bormi? Ha. Hozir shu. Topaylik. Bu podkast sudda ko'riladi. Mana shu. Ko'ring yozayotgan. Tepaga chiq. Sertifikat. No, don't read out loud. Ozginasini o'qib beraman, ozginchasini. Mutolada, endi mutolaa. Keyin yana yozadi ekan, nimaga men sertifikat olayotganlarchi, ularning bilimi yo'qmi? Bu yerda boshqa narsa haqida. Ha, u tepada, bu hozir. Agar bu borada aniq detallaringiz bo'lsa, marhamat, respublikamizning barcha hududlarida prokuraturalar xizmat ko'rsatyapti. Ularga murojaat qilish kerak ekan. Hozir men ishlayman o'sha yerda. Roast qilaylik. Aytgan degan odam ekan. Axir. Shu joyni kesinglar, ismini aytmasin. Okey, yomon yozibdilar o'zi ham, bor, yomon yozar ekanlar. U tepada undan ham katta mesajlar bor. Sizdan qo'rqqaningizdan hayp uchun qilyapti. Mana aybim yo'q, o'zi keldi yonimga deydi. Men uchun lavozim omonat, xalqning haqqi lavozimdan ustunroq. Come on, don't read that. Men uchun lavozim number 1 debdilar. Qarang. Xullas, qilib shunaqa gaplar ham bo'pti-da. Ya, bo'lgan. Qiziq. Lekin gap shundaki, shu paytgacha men bir marta ham
eshitmaganman. Men sefrdagi skorim chiqdi. Men noroziman. Apellyatsiya berdim va apellyatsiyadan keyin meni ballimni o'zgartirib berishdi. Sefrdan, ingliz tili sefrdan degan narsani bir marta ham men eshitmadim. Nechi pul o'zi apellyatsiya? Tekin. Apellyatsiya tekin. Menimcha yengil topshirib olishsa kerak. Apellyatsiya berib o'tirgandan ko'ra. Yoki apellyatsiya undan ham kechroq chiqadimi javobi? Yo'q, 2 hafta. Xo'p, xalqaro universitetlarga SEFR sertifikati bilan kirsa bo'ladimi yoki IELTS yagona mustahkam valyuta bo'lib qolganmi? Qisqacha da. Shunaqa bo'lib qolgan. Xalqaro institutga kirib bo'lmaydi SEFR bilan. Xalqaro siz foreign university demoqchisiz? Bo'lmaydi unga. Yo'q, lekin o'zimizni O'zbekistondagi частный universitetlar SEFR bilan ham olyapti. Da, qaysilar olyapti? Ay, nomlari bir частныйlar ko'p-ku. Bir balalar. Частныйlar topsangiz bo'lar ekan. Частныйlardan da SEFR bilan, B1 bilan ham, B2 bilan ham olyapti. Qabul bo'limi bilan gaplashib ko'rish kerak institutlarni. Va oxirgi mavzuyimiz bu imtihon topshirish muhiti. IELTS imtihonini topshirish haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman birinchi. IELTS imtihoni maksimum 20 yoki 25 kishilik kompyuter bilan jihozlangan xonada mizdekina tovush o'tkazmaydigan devorlar qilib qo'yilgan bo'ladi. Invigilatorlar pastdan aylanib yuradi, hech kim sizdan ko'chirmaydi, siz hech kimdan ko'chirmaysiz. Maza qilib imtihon topshirasiz. Chista halol o'tadi imtihonlar. Lekin endi SEFRda qanaqa o'zi? Shuni teskarisi. Vaziyat qanaqa bo'ladi SEFRda? Xonada 100 kishi, 150 kishi. Yo'q, xona o'zi. Universitetda arendaga olishadi. Asosan universitetlar arendaga olib, mana shunaqa partalar qo'yadi. Kerizajin o'tiradi. Men yozganim bundoq siz ham ko'ra olasiz lekin. Yo'q. SEFR kompyuterda topshirilmaydi umuman. Yo'q. Speaking faqat kompyuterda. Speaking faqat kompyuterga qarab gapirasiz. ChatGPT tekshiradimi? No, rekord qilib oladi ovozingiz. O'zi odam tekshiradimi? Yes, odam tekshiradi, recording olib tekshiradi, lekin xonadagi condition shunaqa, katta xonada o'tirasiz, bitta 1,5 baklashka suv beriladi, ichkarida qog'oz, ruchka hammasini beradi, через один stolchiklarda o'tirasiz, lekin bunda misol sizga ko'chirishga qog'oz beradi-ku, siz buni ko'chirayotganingizda men bunda o'tirib, qarasam ko'rinadi, siz yozuvlaringiz bemalol ko'rinadi. Shunaqa, tekshiruvchi odamlar ham xona 150 ta kishilik-ku, 3 ta tekshiruvchi bo'lsin, lekin 3 ta odam 150 tani nazorat qila olmaydi. To'g'rimi? 3 ta 150 taga? Qila olmaydi. Shunaqami? 3 ta odam bo'ladimi? 2 ta, 3 ta, 4 ta o'taq. IELTSda почти odam boshiga bittadan invigilator qo'ygan. Yo'q-a? Endi почти'da bir 6 kishi o'tiradi xonada. Bilmadim, har 3 kishiga 1 kishi qaraydimi shunaqa. Va biz podkastimizni yakunlab beradigan oxirgi savolimiz, agar student topshirish kerak bo'lsa, qaysi imtihonni topshirish kerak? IELTSga yoki SEFRga borish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Agar shuncha paytdan beri gapirgan gaplarimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda o'qimoqchi bo'lsa va cho'ntagiga ko'tarmaydigan bo'lsa, SEFR topshirsin. Maqsadi chetga ketish bo'ladigan bo'lsa va yaxshi moliyaviy sharoitga ega bo'lsa, IELTS topshirsin. Bu mening fikrim. Yoki ishlamoqchi bo'lsa, xususiy sektorlarda, uchemni sentrda, balkim xususiy maktablarda ham juda ko'p holatlarda odatda IELTS so'raladi. Menimcha SEFR bilan ishga kirishdan ko'ra IELTS bilan ishga kirish osonroq. Uchemni sentrlarga. Menimcha SEFR C1 bordan ko'ra IELTS 8 borlarni ishga kirish shanslari yaxshiroqda. Ishga, lekin misol uchun siz lekin rostdan nima o'tishiga ham bog'liq-ku kirib. SEFR o'taman deb kirsa, demak farqi yo'q ekan. Nimaga maqsadda ishlatishiga qarab turib tanlayverar ekan demak. Da. Maqsadiga bog'liq xolos. Maqsadga qarash kerak. Agar maqsadinglarni o'zini bilmayotgan bo'lsanglar, u narsani o'qituvchilar bilan maslahatlashinglar. Bizlar bilan gaplashinglar, boshqa shu soha mutaxassislari bilan gaplashinglar. Maqsad aniq qilsangiz, o'zi maqsadingizga qarab qaysini topshirish kerakligi annu-tinnu bo'lib ketadi. Ko'rishguncha xayr. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni bo'lishib o'tinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar va albatta like bosinglar.